Azizlar, bir bemor menga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qildi. Menga suratingizni yuboring dedi. Yuborgan suratimni to'g'risi ko'rib, qo'rqib ketdim. Qo'rqishimga nima sabab bo'ldi? Bemorimiz nomutaxassis insonda operatsiya o'tkazdirgan. Ko'rishingiz mumkin, bu ko'zimizdagi gematomalardir. Gematoma shunchalik katta bo'lgandan ko'zimiz ochilmay qolgan. Xo'p, bu holat yaxshi holat emas. Agarda mana shu joyga infeksiya tushsa, boshqa qiladigan bo'lsa, gematoma yiringlaydigan bo'lsa, даже ko'z olmasiga ham juda katta ta'sir qiladi. Shunday holatlar bo'lishi mumkin, boyagidek bir umr nogiron bo'lib qoladigan holatlar ham bo'lishi mumkin. Azizlar, har doim ham to'g'ri kelgan joyda operatsiya qildirib ketaverish kerak emas. Ayniqsa kosmetologlarda, salonlarda operatsiya qildirish kerak emas. Bu aseptika, antiseptika degan qoidalar bor. O'shaning uchun har doim operatsiya qilayotgan paytda o'zining mutaxassisini topib, o'sha mutaxassisga operatsiya qildirganingiz yaxshi deb o'ylayman.